Ovoz yaxshi boryaptimi? Yaxshi. Tak. Bugun aviatsiya mavzusida davomli efirlar qilib boramiz. Bugun kirish efirimiz bo'ladi. Shuning uchun bugun umumiy masalalar bo'yicha gaplashamiz, aviatsiya boshqa masalalar bo'yicha. Ko'pchilik o'ylaydi, aviatsiya deganda ko'pchilik uchuvchilarda yoki bort kuzatuvchilar ko'z oldiga keladi. Yoki ko'p uzoq masofaga uchadigan odamlar, tez uchib turadigan odamlar ko'proq bojxonachilarni eslashi mumkin. Lekin aeroport umuman aviakompaniya, umuman aviatsiya bu juda ham katta soha. Bu sohada juda ham ko'p soha mutaxassislari ishlaydi. Deyarli har bir sohadan bu sohada mutaxassislar bo'ladi. Oxirgi paytlarda O'zbekistonda aviatsiya juda ham jadal rivojlanib ketyapti. Bu rivojlanishlarga eng turtki bo'lgan narsa 2018-yilda 27-dekabrda O'zbekiston havo yo'llari tarkibidan barcha aeroportlar chiqarilgan. Undan keyin hamma aeroportlar alohida bir tashkilot bo'lgan. O'zbekiston Airports aksiyadorlik jamiyati tashkil topdi va O'zbekistondagi barcha aeroportlarni rivojlantirish alohida yondashuv bilan amalga oshirishni boshlandi. Bu narsa o'sha 5 yil oldingi boshlangan islohotlarning boshi hisoblanadi, qarorlar. Keyingi o'zgarish 2019-yil 1-fevralda O'zbekistonda Transport vazirligi tashkil topdi. Transport vazirligi O'zbekistondagi barcha transportlarni muvofiqlashtiradi. Bu avtomobil transporti, temir yo'l transporti, havo transporti va daryo transporti, hamma transport, yo'l inshootlari bo'yicha hamma tashkilotlarni bir-biriga muvofiqlashtiradi. Chunki ungacha bo'lgan davrda bunaqa umumiy muvofiqlashtiruvchi vazirlik bo'lmagan. Har bitta aviatsiya ham alohida, temir yo'l ham alohida bir tashkilot bo'lgan. Bu narsa umumiy rivojlanishga ko'p muammolar yechimga qolib ketgan. Sababi avtomobil transporti bilan aviatsiya transportini kesishadigan joylari bor. Temir yo'l transporti bilan aviatsiyani bir-biriga hamma transport o'zaro kesishadigan joylari bor. Ko'plab masalalar qolib ketgan. Bu transport vazirligi tashkil topgandan keyin umumiy islohotlar amalga oshirishni boshlandi. O'zbekistonda sekin-sekin islohotlar amalga oshirishni boshladi. Bundan oldingi aytgan qarorim bo'yicha O'zbekiston havo yo'llari oldin monopol tashkilot edi. O'zbekistonda faqat yagona aviakompaniya bor edi, milliy aviakompaniya. O'sha qarorlardan keyin O'zbekistonda havo yo'llarini monopoliyasi tugatildi. Bu degani yangi aviakompaniyalar ochishga imkon bo'ldi degani. O'shandan boshlab O'zbekistonda yangi aviakompaniyalarni ochish bo'yicha harakatlar boshlangan va O'zbekistondagi barcha aeroportlarda boshqa yondashuv bilan rivojlantirishni boshlangan. Chunki sizlarga u paytdagi ozgina muammolarni to'xtalib o'taman. Misol uchun deylik, O'zbekistonda bitta aviakompaniya bo'lgan, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekistondagi barcha aeroportlar havo yo'llariga tarkibga kirgan. Endi O'zbekistondagi aeroportlarda misol uchun rivojlantirish kerak bo'lgan paytda yoki xalqaro reyslarni ko'paytirish kerak bo'lgan paytda boshqa chet el aviakompaniyalarni jalb qilish siz imkoni yo'q edi aeroportlarni rivojlantirishga. Bu paytda O'zbekiston havo yo'llariga aeroportlar qaraganligi sababli O'zbekiston havo yo'llarini manfaatlariga zid bo'lib qolganligi uchun O'zbekiston havo yo'llari manfaatiga zid bo'lgani uchun boshqa chet el aviakompaniyalarini jalb qilishda baribir qisman cheklovlar bo'lgan. Shuning uchun aeroportlarda rivojlanish tendensiyasi sekinroq bo'lgan va yondashuv O'zbekistondagi barcha aviatsiyani rivojlantirish O'zbekiston havo yo'llarini nuqtai nazaridan qaralgan. Bitta nuqtadan qarab turib, aviatsiyani rivojlanishiga qaralgan. Keyin mana islohotlar O'zbekistondagi transport vazirligi ham O'zbekistondagi transport sohasini muvofiqlashtirgan va har bitta soha, aeroport alohida yo'nalish bo'yicha rivojlanishni boshladi, aviakompaniya alohida rivojlanishni boshladi. Mana hozir 5 yil o'tib, hozir 2025-yilda 31-may bo'lsa, hozirga kelib mana O'zbekistonda O'zbekiston havo yo'llaridan tashqari Qanot Sharq aviakompaniyasi ochildi va 10 ga yaqinroq samolyotga ega. Undan keyin Air Samarqand aviakompaniyalari, Centrum aviakompaniyalari ortidan Flyhi va O'zbekistondagi ichki reyslarni va yaqin mintaqadagi davlatlardagi qatnovlarni rivojlantirish uchun Silk aviakompaniyasi, milliy aviakompaniyasi ochildi. Unda
Oldin bo'lardi O'zbekistonda ichki reyslarda ham faqatgina Airbus, Boeinglar uchardi. Bu samolyotlar asosan uzoq masofaga uchish uchun mo'ljallangan. Lekin O'zbekistonda ichki qisqa masofalarga uchish uchun asosan samolyotlar buning uchun mo'ljallanmagan bo'lgan. Aynan mana Silk aviakompaniyasi tashkil topilganda ATR 72-400 samolyotlari modellari o'sha 70 talik odamga moslangan yoqilg'i tejamkor va qisqa masofalarga 70 ta odamni to'ldirish osonroq. Tez uchib reyslarda, ichki reyslarni rivojlantirish, O'zbekistondagi ichki reyslarni rivojlantirish uchun shu aviakompaniya tashkil qilindi. Hozirga kelib O'zbekistonda yana keyingi mana 5 yil davomidagi islohotlar bo'yicha aeroportlarda keskin rivojlanish bo'lib ketdi. Misol uchun deylik, Samarqand aeroporti butkul yangi bo'ldi. Aerovokzali, uchish qo'nishlari, deylik, boshqa aeroport, hozir mana Buxoro aeroporti boshqa hududga butunlay yangidan qurilyapti. Zamonaviy o'sha yo'lovchilar oqimini qabul qila oladigan darajada yangitdan aeroport qurilyapti. Yaqin 1 yil ichida ishga tushadi. Andijonda uchish qo'nish yo'lagi to'liq tugatildi. Katta o'sha har qanaqa samolyotni imkon qadar qabul qilishga hozir mana terminalini yangilash kutilyapti. Misol uchun 1 yil, 1,5 yilda terminal ham yangi bo'lib ketadi. Bu narsalar hammasi aviatsiyadagi keskin rivojlanishlar, jadal rivojlanishlar bu o'z-o'zidan aviatsiyaga ko'proq mutaxassislarni jalb qilishga to'g'ri keldi. Dastlab mana aviakompaniya tashkil qilgan paytida deylik, ko'proq mutaxassislar, aviatsiya bo'yicha mutaxassislar faqat aeroportda ishlardi. O'zbekiston havo yo'llarida ham ish joylari bor edi, lekin unaqa hamma xohlagan darajada ko'pchilik ehtiyojini qondira olmasdi. Lekin yangi aviakompaniya ochilgandan keyin o'z-o'zidan mutaxassisga talab kuchayib ketdi. Aviakompaniya mutaxassisni qayerdan oladi? Bironta ko'chadan, bankdan boshqa mutaxassisni ola olmaydi. Asosiy mutaxassisligi bo'yicha, aviatsiya bo'yicha mutaxassislik ko'proq aeroportlarda. Aeroportlarda mutaxassislarga ko'proq maosh taklif qilish evaziga jalb qilishni boshladi. Aeroportlarda, asosan Toshkent aeroportlarida, katta aeroportlarda mutaxassislarga yetishmovchilik boshlandi. Mutaxassislar boshqa sohalarga o'tib ketishni boshladi, boshqa aviakompaniyalarga. Bu o'z-o'zidan shunaqa islohotlarga olib keldiki, aeroportlarga shaffof tizimlar orqali kuchli mutaxassislarni, yosh mutaxassislarni jalb qilish platformalari yaratildi. Mana 2 yildan oshiq bo'ldi. Vacancy Airport sayti edi. Hozirgi kunda Job Uzbekistan Airportsga aylandi. Bu onlayn platformalar orqali hujjatlar topshirish va deylik, yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, kerakli saralashdan o'tib, misol uchun hozir juda ham ko'pchilik mutaxassislar ishlayapti. Ko'p e'tirozlar ham ko'p. Keyingi mana islohotlar rivojlanib ketyapti. Deylik, O'zbekistonda undan tashqari mana bilsalaring kuzatib o'rgan bo'lsa, oxirgi paytda O'zbekistonda oldin faoliyat to'xtatib qo'ygan, 15 yil, 20 yil oldin faoliyat to'xtagan kichik aeroportlar ham ishga tushishni boshladi. Qo'qon aeroporti 100 kishiga passajirga oqimiga mos terminal qurildi, uchib qo'nish yo'llari tiklandi. Mana Qo'qonga samolyotlar uchyapti. Zominga mana aeroport tiklandi. Zomin aeroporti faoliyatini olib boryapti. Sariosiyo yaqinda mana faoliyatini boshladi aeroporti. Uzoq joy, misol uchun Termizdan 200-250 kilometr masofa, ularga poytaxt bilan bog'lanish juda ham qulay bo'ldi. Yoki qo'shni Tojikistonliklar, misol uchun deylik, Toshkentga borib moqchi bo'lgan tojikistonliklar uchun ham juda ham qulaylik yaratildi. Shahrisabz aeroporti, mana Shahrisabz aeroportida ham juda ham o'sha qadimiy joy, ko'pchilik ehtiyoji borligi uchun kichkina aeroportlar ham faoliyati yo'lga qo'yildi. Kichkina aeroportlarda faoliyatini yana ham jadallashtirish uchun O'zbekistonga L410 samolyotlari jalb qilindi. Kichkina 19 talik deyarli ehtiyojlar, yo'lovchilar oqimi o'rganib, ehtiyojlar ko'tarilgungacha mana ATR 70 talik samolyot qatnagungacha L410 lar qatnashni boshlanishiga, oqim ko'paygan sari katta samolyotlarga oshib ketaveradi. Chunki birdaniga 150 talik samolyotga odam yig'ilib qolmaydi. Hamma narsa ehtiyoj birdaniga sekin-sekin boshlanib ketadi. Oxirgi paytda bu narsalar keskin rivojlangan, aviatsiya keskin rivojlangan holatida endi mutaxassislarga talab keskin oshib ketdi. Onlayn hamma ish joylarini e'lon qilishni boshlagandan keyin o'z-o'zidan aeroportlar ham eng kuchli mutaxassislarni jalb qilishga harakat qilyapti. Sababi yo'lovchilarga xizmat ko'rsatishda, til masalalarida, masalan, rus tilida, ingliz tilida va qo'shimcha tillarda murojaat qilishda bu narsa zarurat bo'lib qoldi. Shuning uchun deylik, kuchli mutaxassislarga talab oshib ketdi.
men o'ylayman shu tendensiya bo'yicha agar aeroportlarda aviatsiya sohasida kuchli mutaxassislarni jalb qilish bo'yicha bu davomli bo'ladigan bo'lsa, bu narsalarda natijalari 3-4 yilda O'zbekistonda aviatsiya sohasida rivojlanish yana ham keskinlashib ketadi. Misol uchun aviakompaniyalar ham bort kuzatuvchilarni uchuvchilar bo'yicha e'lonlar juda ham ko'p berilyapti. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib borsangiz, hamma aviakompaniyalarda uchuvchilar bo'yicha hozir O'zbekistonda katta muammo bor. Muammo qanaqa? O'zbekistonda o'zida o'sha aviakompaniyalar talab darajasida yetarli uchuvchilar yo'q. Ko'pincha chet eldan tayyor tajribaga ega uchuvchilarni jalb qilyapti. Sababi yangi aviakompaniya kutib tura olmaydi. Bitta yosh uchuvchini to kerakli ko'nikmalar shakllantirilguncha u tezroq reys qo'yish kerak, tijoriy nimalarni faoliyatini amalga oshirish kerak. Shuning uchun tayyor mutaxassislar jalb qilyapti. Lekin o'zimizning yoshlardan ham aviatsiya bo'yicha pilotlar sekin faoliyatini boshlayapti. Keyingi o'zgarishlar mana transport universiteti alohida tashkil qilindi. Oldin aviatsiya alohida edi, temir yo'l transporti alohida edi, avtomobil bo'yicha institut alohida edi, temir yo'l bo'yicha oliygoh alohida edi. Hozir hammasi bitta bo'lib, transport universiteti bo'lgan. Shu joyda masalan aviatsiya bo'yicha fakulteti bor. Aviatsiya bo'yicha fakultetda o'tgan yil 2024-yildan boshlab havo kemalari ekspluatatsiyasi bo'yicha mutaxassis bakalavr e'lon qilingan. Menimcha bir o'sha bitta gruppa yoki ikkita gruppa bu yo'nalish bo'yicha faoliyat olib boryapti. O'qishyapti, bu yil birinchi kurs bitirishdi. Bular hozir bizda yetarli texnik baza yo'qligi sababli birinchi kursda menimcha O'zbekistonda o'qishadi, ikkinchi, uchinchi kursda yoki Koreyada yoki boshqa davlatda o'qiydi, 4-kurs yana O'zbekistonda. Umumiy 4 yil bitirganda o'sha qaysidir darajada uchuvchilik bo'yicha sertifikatlar beradi. To'laqonli aviakompaniyaga pilot bo'lib ketish uchun keyingi bosqichlarni baribir davom ettirishga to'g'ri keladi. Yaqinda bo'lishi mumkin, O'zbekistonda ham xususiy aviatsiya maktablariga ham ruxsatlar ochilishi mumkin. Bunda yana ham aviatsiya bo'yicha mutaxassislar yetkazib berish imkoniyatlari kengayadi. Chunki mana aviakompaniyalar sifatli xizmat ko'rsatish uchun anchadan buyon bort kuzatuvchilar bo'yicha naborlar e'lon qiladi. Hozir uchuvchilar bo'yicha aeroportlarda ham shunaqa mutaxassislar bo'yicha onlayn nimalar jalb qilinyapti. Faqatgina bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Ko'pchilik aviatsiyaga qiziqadi, yaxshi ko'radi, orzu qilgan yoshligidan. Lekin hozirgi raqobat muhitida rus tilini yaxshi bilmasdan, ingliz tilini yaxshi bilmasdan aviatsiyada o'zingiz xohlagan joyingizni topishingiz qiyin masala. Boshqa sohalarda ham, deylik, iqtisod sohalarida ham baribir ingliz tili kerak bo'ladi. Ko'plab sohalarda til kerak bo'ladi. Ba'zi sohalarda ingliz tili kerak bo'lmasa, rus tili kerak bo'ladi. Sababi aviatsiya xalqaro munosabatlarda ishlagan sababli ko'p hujjatlar, boshqa kompaniyalar bilan ishlash yoki boshqa mijozlar bilan ishlashda tilda o'rni va xalqaro shartnomalar tuzishda tilda ahamiyati juda ham muhim. Shuning uchun agar o'zingiz yoki farzandingiz shu aviatsiya sohasiga qiziqsa va shu soha bo'yicha ketmoqchi bo'lsangiz, avvalambor faqat tilga diqqatli qaratish kerak, ingliz tili, rus tili. Bu soha ingliz tili, rus tilini yaxshi o'rgangandan keyin, misol uchun deylik, texnikumni bitirib ham aviatsiyada bemalol ishlash mumkin. Sekin-sekin ko'tarilib, agar sirtqi ta'lim mavjud bo'lsa, sirtqi ta'limda o'qib oliy qilish ham mumkin. Yoki bir yil bakalavr bo'yicha o'qiydigan bo'lsa, unda ham baribir til muhim. Masalan, hozirgi kunga kelib ko'pchilik aviatsiyaga qiziqib o'qishga kirgan, bitirgan, lekin ishga kira olmayapti. Ish yo'q. Lekin ish aeroportlar, aviakompaniyalarda doimiy e'lonlar bor. Ish bo'yicha ular kerakli mutaxassis topolmayapti. Sababi hamma muammo tilga borib taqalib qoladi. Ish tajribasi ikkinchi darajali masala, til masalasi birinchi daraja masala bo'lib qolyapti. Endi hozir oldimizda qanaqa masalalar qanday masalalar turibdi? Ovozimiz yaxshidami? Tekshirib qo'ying. Bor ovozi, efir ketyapti. Endi qaranglar, masalan, oldimizda nimalar kutyapti? Aviatsiya qanaqa bo'ladi, qanaqa rivojlanib ketadi degan oldimizga kelajak masalalar. Aviatsiya bu tendensiyada qanaqa ketadi? Hozir O'zbekistonda xususiy aviatsiya bo'yicha ham 5 yil oldin islohotlar amalga oshirilgan. Hozir O'zbekistondagi har bitta aviakompaniya 10 ga yaqin samolyotlarga ega. Bundan keyin yana ko'proq samolyotlar, havo kemalarini sotib olish tendensiyasi davom etyapti. O'zbekistonda oxirgi yilda
uchish geografiyalari juda ham ko'payib ketgan. Oldin umuman uchmagan, O'zbekistonda uchmagan joylarga to'g'ridan to'g'ri reyslar amalga oshirilyapti. Xitoy bu tomoni Yevropa, mana Budapesht, Varshava bu tomonlarga hech qachon reyslar, to'g'ridan to'g'ri reyslar amalga oshmagan yoki Sharm-el-Shayxga ham charter reyslar bo'lgan. Bu tomoni Phuket, sharqiy tomonlar, bu tomonlar Hindiston, hamma o'sha reyslar geografiyasi keskin ko'payib ketadi. O'zbekistonda hozir xususiy aviakompaniyalar juda ham jadal rivojlanyapti. Bular ko'proq arzon biletlar va to'g'ridan to'g'ri yo'nalishlar va ko'proq narsani taklif qiladi va o'z-o'zidan mutaxassislarga talab keskin oshadi. Sababi bitta samolyot O'zbekistonda bitta aviakompaniya bitta samolyot olib kelsa, bitta samolyotni ekspluatatsiya qilish uchun kamida menimcha 3 ta pilotlar guruhi kerak bo'ladi. Bitta reysga kamida 2 tadan pilot bo'lsa ham yoki 6 ta yoki 7 ta yoki 7 ta 8 ta pilot ishga olishga to'g'ri keladi. Bitta samolyot kelsa. Endi bitta samolyotda kamida 3 tadan bort kuzatuvchi bo'ladigan bo'lsa, 3 ta 4 tadan bitta samolyotga doimiy uchib yuradi samolyotlar, chunki xususiy aviakompaniyalar ko'proq foydalanishga harakat qiladi va bu o'z-o'zidan bitta samolyot kelganda 10 ta yoki 10 dan ortiq, 10 ta 15 ta bort kuzatuvchi ish joyi yaratiladi. Misol uchun deylik, 2025-yilda Centrum aviakompaniyasi 5-6 ta, boshqa aviakompaniyalar 3 ta 4 tadan yaqin 15 ta 20 taga yaqin samolyot O'zbekistonga sotib olish yoki kirib kelish rejalashtirilgan. 20 ta samolyotga siz 10 tadan agar siz bort kuzatuvchi kerak desangiz ham yaqin 200 ga yaqinroq bort kuzatuvchilar joy ochiladi. Pilotlar ham shunga mos pilotlar. Aeroportlarda ham o'z-o'zidan reyslar ko'paygan sari aeroportlarda ham ish faoliyati yana ham kengayib boradi. Hozir misol uchun Andijon aeroportida agar aerovokzal bitadigan bo'lsa, terminal bitadigan bo'lsa, bu yoqda ham juda ham ko'payib ketadi, qatnovlar, yangi yo'nalishlar ochilib ketadi. Misol uchun siz mutaxassis sifatida yoki keyinchalik aeroportda boshqa sohada ishlab turgan bo'lsangiz, keyinchalik deylik aeroportga o'tmoqchi bo'lsangiz, siz baribir til masalalariga diqqatli bo'lishingiz kerak. O'z-o'zidan eng keskin rivojlanib turgan soha, siz o'shanga qarab aeroport talabiga mos ravishda o'zingiz ustingizda shaxsiy rivojlanib borishingiz kerak. Endi tendensiyalar qanaqa aeroportda kelajakda qanaqa rivojlanadi? O'zbekistonda rivojlanishiga to'xtalib o'tamiz. O'zbekistonda aviakompaniyalar soni keskin ko'payib boradi, chunki yaqindan boshlab Toshkent Air aviakompaniyasi faoliyatini boshladi, tijoriy faoliyatini boshladi, ko'plab yangi reyslar amalga oshirdi. O'z-o'zidan aviatsiyada aviakompaniyalar, xususiy aviakompaniyalar o'rtasidagi raqobat hisobiga uchish geografiyasi ko'payadi. Biletlarda narxida raqobat muhiti yaratiladi, ko'proq ish joylari shakllanadi, aeroportlarda ham ko'proq ichki reyslar ham keskin rivojlanadi. Sababi oldin agar kuzatgan bo'lsalaring, bitta samolyotda 10 ta, 15 ta, 20 ta odam uchgan, ko'pchilik hisoblagan. Misol uchun deylik, bitta manzildan, viloyatdan deylik poytaxtga yetib olish uchun yo'l haqqi misol uchun hozirgi kunda 200 ming yoki 150 ming bo'lsa, samolyot agar ozgina qimmatroq bo'lsa, odamlar uchmagan. Hozir ichki reyslar nisbatan misol uchun sal qimmatroq bo'lsa ham, uni aviatsiyani o'zi narxida bo'lsa ham 400 mingdan, balki 500 mingdan samolyotlar deyarli to'lib uchyapti. Sababi umuman dunyo miqyosida ham rivojlanish bo'ldi. O'zbekistonda ham odamlarning iqtisodiy holati ancha yaxshilandi. Bu o'z-o'zidan odamlarda vaqt muammo. Rivojlangan sari hamma joyda ham, hamma davlatda ham vaqt muammo bo'ladi. Vaqt muammo bo'lgandan keyin tezkor transport vositalariga ehtiyoj keskin oshib ketadi. O'zbekistondagi mana kichik aeroportlarda ochilishi, O'zbekistonda ichki reyslarda rivojlanishi, bu hammasi O'zbekistondagi iqtisodiy faoliyatni yaxshilanib turganligi, odamlarning iqtisodiy faoliyati yaxshilanib turganligi va O'zbekistonda mana aviatsiyaga tezroq shu vaqt nuqtai nazaridan aviatsiya transportidan foydalanishga juda ham ehtiyoj oshib boryapti. Endi bundan keyingi rivojlanishlarimiz umuman aviatsiya sohasida deylik, terminallar hammasi yangilanib boradi. Sizlar ko'pchilik e'tiroz bildiradi, zamonaviy terminal emas, bizda eski degan narsalar bo'lgan. Mana Andijon yangi bo'ladi. Samarqand mana ko'ringlar, qanaqa chiroyli, zamonaviy aeroport bo'lgan. Misol uchun bitta misol keltiraman, Samarqand zamonaviy bo'ldi va xususiy aviakompaniya ochildi. Air Samarqand aeroport terminalini o'zi davlat xususiy sherikchilik bo'yicha berildi. Bu o'z-o'zidan yangi va arzon aviakompaniya reyslarni jalb qilishga, aviakompaniya jalb qilishga imkon berdi. Samarqand Izmir bo'yicha
qatnov yo'lga qo'yildi, boshligi dastlab $100 ham amalga oshdi. Menda praktikada shunaqa holat bo'lgan, aviakompaniyani o'zida 1 million 200 1 million 300 ming turibdi Izmirdan Samarqandga, lekin bitta boshqa platformada 650 ming so'mga bitta passajirga bilet sotib olib berdik. Bu O'zbekistonning ichida ham deyarli shunaqa reys narxlar, ba'zi masalan Toshkentdan Urganchga shuna atrofida. Lekin Turkiyadan Samarqandga 650 mingga keldi. Mayli bu narsa narx doimiy bo'lmas, lekin bu narsalar oldingi holatimizda O'zbekistonda aviatsiya monopoliya holati bu bo'lmagan. Bu yana ham reyslar keskin oshib ketadi. Misol uchun deylik, kutilishi mumkin. Hozir Toshkentdan Koreyaga haftasiga 15 ta 20 ta reys bor, lekin boshqa viloyatlarda yo'q. Bu narsalar viloyatlarda ham sekin-sekin boshlaydi. Hindistonga masalan reyslar ko'p Toshkentdan, viloyatlarda hali yo'q. Bu hali viloyatlarda ham boshlaydi. Chunki oldin qachonlardir bo'lgan Turkiyaga hamma reyslar faqat Toshkentdan amalga oshgan. Hozirga kelib mana Farg'onaning o'zidan 6 ta reys. Namanganda mana Centrum Air kompaniyasi 2 ta reys boshladi, Qanoshdan 2 ta reys boshladi, Namangandan 4 ta reys haftasiga. 6 ta reys Farg'onadan, Samarqanddan 10 dan oshiq Turkiyaning Istanbul shahar aeroportiga 10 dan oshiq reyslar bor. Bu narsa tendensiya yana rivojlanib ketib boraveradi. Aviakompaniyalarda orada ko'pchilik mana misol uchun deylik, bilet sohasida ham, aviabilet sohasida ham oldin bo'lardi. Misol uchun hozir siz ko'pchilik bizda o'rganib qolgan aviaservisdan bilet qidirardi. Hamma biletlar aviaservisdan chiqib keladi. Sababi O'zbekistonda bitta aviakompaniya bor. Hozir aviakompaniya ko'payib ketdi. Deyarli 50% ham biletlar aviaservisda chiqqani yo'q. Siz nima qilishingiz kerak? Demak, har bitta aviakompaniyalarni kuzatib borib, o'zlarining saytidan narxlar bilan tanishib borishingiz kerak. Chunki xususiy aviakompaniyalar ko'proq chegirmalarni e'lon qiladi. Xususiy aviakompaniyalarda asosan faoliyat tijorat bo'lganligi uchun sizga arzon biletlar yaqinroq sanaga ham chiqib qolishi mumkin. Sababi ularda misol uchun 10 ta joy bo'sh ketgandan ko'ra narxni tushiradi, kamroq bo'lsa ham daromad olishga harakat qiladi. Shuning uchun sizlar misol uchun arzonroq, misol uchun oddiy siz passajir bo'lsangiz, arzonroq bilet olmoqchimisiz, aviakompaniyalar kuzatib boring. Har bitta saytlarini tekshirib boring. Ko'proq bu narsa bo'yicha aviakassalardan ko'proq nimalar berib boriladi. Umuman narxlar bo'yicha siz oddiy passajir bo'lsangiz ham sizni oldinda kutilyapti. Juda ham ko'proq reyslar yo'lga qo'yiladi va yangi yo'nalishlar reysga qo'yiladi. Siz oldin boshqa qaysi davlat orqali uchib borgan bo'lsangiz, hozir to'g'ridan to'g'ri amalga reys amalga oshirish imkoni bo'ladi. Keyin sizlarda narxlar arzonroq chiqishi mumkin. Bundan keyin misol uchun O'zbekistonda yana qanaqa tendensiya ketadi aviatsiyada rivojlanishga? Deyarli hamma aeroportlar ham hozir aviakompaniyalar xususiy sektor rivojlanyapti. O'zbekistonda endi aeroportlar ham xususiylashtirib boshlanadi. Bu tendensiya mana Samarqand aeroporti davlat xususiy sherikchilik bo'yicha berildi. Bu bo'yicha ozgina to'xtalib o'taman. Xususiy sektorga yo'lovchilarga xizmat ko'rsatadigan terminali va shuni atrofidagi perron qismlar beriladi. Lekin uchish-qo'nish yo'lklari davlatda 100% qoladi. Chunki bu uchish-qo'nish yo'lklari davlatni strategik ahamiyatga ega davlat uchun. Shuning uchun aeroportdagi keyinchalik bu xususiy sektor rivojlanib, misol uchun rivojlanib ketadigan bo'lsa, qaysidir lavozimlar, qaysidir joylar xususiy sektorda qoladi, qaysidir ish joylari davlatnikida qoladi. Ko'p deyarli 30% davlatni nimasida qoladi shtatlari, 70% xususiy sektorga o'tib ketadi. Bu xususiylashtirish tendensiyasi Buxoro aeroporti mana e'lon qilingan xususiy tenderiga beriladi, xususiy sektorga. Xorazm beriladi, Namangan menimcha bo'ldi, berildi, xususiy sektorga jarayon ketyapti. Andijon aeroportini xususiy sektor jalb qilish bo'lyapti. O'z-o'zidan ba'zi aeroportlar qolyapti, Farg'ona, Qarshi, Termiz, Nukus aeroportlari qolyapti. Bu narsalar ham balkim qachondir bu aeroportlarga yetib borib, O'zbekistonda deyarli aeroportlar xususiy sektor, xususiy sherikchilik bo'yicha amalga oshiriladi. Bu narsa nimalarga olib keladi? O'z-o'zidan reyslar keskin ko'payadi. Chunki har bitta aeroport o'zini moliyaviy faoliyati, iqtisodiy faoliyatini rivojlantirish uchun o'z-o'zidan reyslarni ko'paytiradi. Har bitta aviakompaniyalarga individualni chegirmalar berish imkoni bo'ladi. Hozir O'zbekistonda deylik, chet eldan kirib kelgan aviakompaniyalar uchun bir xil tarif bo'lsa, xususiy aeroport, xususiy sherikchilikda ishlatilgan aeroport bitta aviakompaniyaga agar ko'proq reys amalga oshirsa, ko'proq chegirmalar taqdim qiladi. Ularda aviakompaniyalarda aeroportlar rag'batlantiradi.
aviakompaniyalar mijozlar jalb qilish uchun yana ham ko'proq chegirmalarni e'lon qiladi. O'z-o'zidan bu umuman xalqga, oddiy yo'lovchiga o'z-o'zidan qulaylik bo'lib ketadi. Keyinchalik bu narsalar mana temir yo'l transporti, avtomobil transportlari bilan muvofiqlashtiriladi. O'z-o'zidan balkim bizda ham chet el aeroportlariga o'xshab metrolar yoki poyezdlar aeroportdan chiqib poyezdga o'tirib davom etib ketishingiz mumkin yoki qanaqadir hozir avtobuslar bo'yicha butun O'zbekistonda mana shaharlarda avtobuslashtirish ketyapti. O'z-o'zidan bu yo'l transporti va aeroportlarni muvofiqlashtiryapti. Bu tendensiya yana ham keskin rivojlanib ketadi. Bizda ham chet elga o'xshab, Yevropaga o'xshab, misol uchun $50, $100, undan arzonroqqa biletlar, chegirmalar bo'lib ketishi mumkin va bu narsa O'zbekistonda o'z-o'zidan O'zbekistonga keluvchi turistlarni, mana havo transportining rivojlanishi O'zbekistonga kelish yo'lovchilar oqimini va o'zbekistonliklarni yoki bizning qo'shni davlatlarimizlarda chet ellarga borib sayohat qilib kelishiga keskin oshiradi. Chunki narxlar mana oxirgi paytlarda ko'ryapsizlar, bir joyga sayohat qilish uchun $400, $300 ham sayohatlar e'lon qilinyapti, $500 ham. Oldin hozir ba'zi paytda biletda o'zi ham shunaqa narxda bo'lmaydi. Bu narsa hammasi xususiy sektorda jalb qilinganligi, O'zbekistonda aviakompaniyalar xususiylashib turganligi, aeroportlarda xususiy sektorda, xususiy sherikchilikda jalb qilinib turganligi sabablari. Bu keyinchalik misol uchun siz agar siz uchun bir sayohat qilish, sayohat emas to'xtaydigan bo'lsak, sayohat qilish deylik, siz uchun noodatiy hol yoki siz sayohat qilmagan bo'lsangiz, bu narsalarga tayyorgarlik ko'rib boring. Buni oldingizda juda ham ko'p joylarga va arzon narxlarda sayohat qilishga imkon bo'ladi. O'zbekistonga ham juda ham ko'p davlatlardan sayyohlar oqimini keskin oshiradi. Bu o'z-o'zidan O'zbekistonda mehmonxona sohasini rivojlantirishga va boshqa transport xizmatlarini va gid boshqa dam olish zonalarini rivojlantirishga olib keladi. Umumiy aviatsiyadagi rivojlanishlar O'zbekistondagi butun bir infrastrukturani rivojlantirishga ta'sir qiladi. Bu agar siz kelajagingizni belgilamoqchi bo'lsangiz yoki siz bir tadbirkor bo'lsangiz, bu faktorlar inobatga aniq olishingiz kerak. Chunki O'zbekiston dengizga yoki daryoga, okeanga chiqishga cheklov bor. Biz ikkita davlatdan keyin okeanga chiqib boramiz. O'z-o'zidan bizni boshqa davlatlar bilan tezkor bog'laydigan soha bu aviatsiya hisoblanadi. Shuning uchun O'zbekistonda hozircha shunaqa tendensiya ketyapti. Hozirgi endi muammolarimiz bo'yicha ozgina to'xtalib o'tamiz, chunki bu kirish efirimiz bo'ladi. Bundan keyin har bitta mavzu bo'yicha detalni yondashib, har bitta mavzularni imkon qadar yoritib boramiz. Endi O'zbekistondagi muammolar hozir aeroportlarga to'g'ridan-to'g'ri siz bironta savollar bilan bog'lanishingiz, call centerlarda hozir ko'p muammolar bor. To'g'ridan-to'g'ri bog'lanib yoki birorta muammolaringizni yechib olishingizda muammolar bor. O'zbekistonda ichki reyslar hozir unchalik rivojlanmagan. Hamma reyslar Toshkent orqali amalga oshirilyapti. Agar biz to'g'ridan-to'g'ri ba'zi paytda masalan Farg'ona, Samarqand reyslar qo'yildi, lekin bu nimagadir bu yo'nalishlar rivojlanib ketmadi. Balkim yetarli odamlarga yetkazilmagandir, balkim qanaqadir chegirmalar, balki alohida yondashilmagan bo'lishi mumkin. Hozir ichki reyslarimizda muammolar faqat Toshkent orqali amalga oshiriladi. Bu o'z-o'zidan sizda yo'lovchini vaqtdan yutqizib qo'yadi, ko'p masofa uchishga to'g'ri keladi. Chunki Toshkentda orada kutish vaqtlari bor. Bu o'z-o'zidan aviakompaniyaga xarajatlarni oshirgani sababli yo'lovchilarga ham bu xarajatlari yo'lovchini bir manzildan ikkinchi manzilga yetib olishida xarajatlari oshishiga olib keladi. Qolgan masalalarda aeroportlarda ish masalalari bo'yicha mana ko'pchilik hozir ko'p odam bor, ishga kirmayapman, kirolmayib turgan degan odamlar ham bor. Ko'p odam ishga kirib, chunki uni ishi bitdi, ishga kiryapti va ishlab yuribdi. Undan sizlar ko'pchilik bexabarlaring yo'q. Bu narsalarda ham ozgina mana u aeroportga ishga kirish bo'yicha Imminni O'zbekiston aeroport katta islohotlar amalga oshirildi. Kerakli platformalar yaratildi, onlayn ro'yxatdan o'tib, onlayn arizalar topshirish va arizalar onlayn ko'rib chiqish, suhbatlarni har bitta aeroportga topshirgan bo'lsangiz, suhbatlar Toshkentdan ham primoy efirda to'g'ridan-to'g'ri kuzatib borib, bu narsalar shaffoflik maksimum ta'minlashga harakat qilinyapti va men aeroportda ishlaydigan inson sifatida men aytaman sizlarga, oxirgi paytlarda shu yangi tizim bo'yicha ishga olingan mutaxassislar hammasi kuchli va muomalali, yaxshi bir o'zgarishlar qiladigan mutaxassislar bo'lib kelyapti. Hammasi yaxshi mutaxassislar. Chunki oldin bo'lgan hozir masalan hech kimdan nimasiz, faqat o'zini bilimi bilan kirib kelgan mutaxassis nimalardir o'zgarishlarni amalga oshiradi.
yangiliklarda yangi qo'shimcha, chunki oldingi tizimga, masalan deylik, oldin O'zbekiston havo yo'llariga aeroportlar qaragan paytga tizimga moslashib qolgan mutaxassislar ham bo'lishi mumkin. O'sha paytdan o'sha yondashuv bo'yicha fikrlab turgan. Hozir yangi mutaxassislar yangicha yondashuv bilan keladi. Bu o'z-o'zidan aviatsiyada har bitta bo'g'inida birdaniga bo'lmaydi. Sekin islohotlar rivojlanib o'sib ketadi. Endi sizlar kuzatib borsalaring, xudo xolasa bunaqa efirlar davomli qilamiz. Har bitta masala bo'yicha, aeroportdagi masalalar bo'yicha, aviakompaniyalar, bort kuzatuvchilar, deylik aeroportga ishga kirish masalalari, ichki reyslarni rivojlantirish, aviakompaniya, turizm sohasi bo'yicha qanaqa masalalar, aviatsiya sohasi bo'yicha o'qish, qayerda pilot bo'lish mumkin, bort kuzatuvchilar bo'yicha qanaqa tayyorgarliklar ko'rish kerak, har bittasi bo'yicha detalni videolarni qilib boramiz, alohida to'xtalib boramiz. Yana ham haligi to'liqroq bo'ladi. Sizlar qo'llab-quvvatlashlaring juda ham muhim. Albatta siz aviatsiyaga qiziqqan bo'lsangiz yo farzandlaringiz aviatsiya sohasida ketishni xohlagan odam bo'lsangiz, albatta bu nimamizga obuna bo'lib qo'ying. Bu narsalar davomli berib boramiz. Izohlarda fikringiz bo'lsa, fikrlaringni qoldiringlar, qanaqa savollaring bo'lsa, savollaringni beringlar. Bu bo'yicha sizlarni yondashuvlaringiz, sizlar savollaring bo'yicha efirlar davom ettirib ketamiz. Chunki bu har bitta berib turgan ma'lumotlarimiz aynan sizlarga foydali narsa bo'lishi kerak, sizlarga manfaatli bo'lishi kerak, kuzatuvchilarga. Agar sizlar uchun manfaatsiz narsa bo'lgan bo'lsa, buni keragi yo'q. Shuning uchun imkon qadar sizlarga foydaliroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Imkon qadar qanaqa mutaxassislarni, kimlarni suhbatga chaqirishimizni agar xohlasalaring, izohlarda yozib boringlar. Biz imkon qadar har bitta yo'nalish bo'yicha, aynan o'sha sohani mutaxassisi bo'yicha, pilotdan, bort kuzatuvchidan yoki boshqa soha mutaxassislaridan jalb qilib suhbatlarni olib boramiz. Endi qisqaroq aytib ketaman. Misol uchun aviatsiyada ham sizlar so'z boshida aytdik, uchuvchilar, bort kuzatuvchilar ko'z oldingga keladi, lekin aviatsiyada hamma sohadan vakillar bor. Elektriklar bor, haydovchi, shofirlar bor, o't o'chiruvchilar bor, misol uchun tibbiyot xodimlari bor, birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha, kompyuter xizmatlarini ko'rsatish kerak, IT soha bo'yicha injenerlar bor. Undan tashqari boshqa soha bo'yicha, misol uchun transport sohasi bo'yicha injener, mexaniklar, mutaxassislar ishlaydi yoki misol uchun aviatsiya xavfsizligi bo'yicha, xavfsizlik sohasi bo'yicha mutaxassislar bor. Yana qanaqa mutaxassislar? Bu soha yana ham kengayib boraveradi. Qancha katta aeroportlarda yana ham ko'proq mutaxassislar ishlab bormasa, Toshkent aeroportida men bilmagan yana ham ko'proq mutaxassislar bor. Deylik, oziq-ovqat sohasi, aviatsiyaga oziq-ovqat yetkazib berish, ularda aeroportga to'g'ridan-to'g'ri qaramaydi, lekin ular misol uchun aeroport bilan hamkorlikda ishlaydigan sohalar bor. Har bitta sohani ichidan boshqa nimalar bilan yoritib boramiz. Albatta kuzatib, bilet bo'yicha to'xtalib ketamiz. Nimaga qimmat biletlar? Biletlarga ko'p narsa ta'sir qiladi. Misol uchun raqobat bo'lmasligi mumkin o'sha yo'nalishda. Yoki misol uchun sizlarga oxirgi paytda aytaman, Hindistonga, Toshkentdan Delhiga 2,5 soat uchish, o'rtada boshqa Afg'oniston bor, Pokiston bor. Bir kunda bitta reys O'zbekiston havo yo'llari uchardi. Bitta reys Hindistonning kompaniyasi uchardi. O'sha Pokiston bilan Hindiston o'rtasidagi konflikt bo'lganligi sababli Hindistonda aviakompaniyasi uchmay qoldi. O'z-o'zidan bir kunda ikkita samolyotga ehtiyoj bor paytida bitta samolyot yo'q bo'lib qoldi. O'z-o'zidan bu narsa talabni keskin oshirib yubordida, arzon biletlar emas, narxlar oshib ketib qoldi. Qimmatroq biletlar, arzon biletlar sotilib, qimmatroq biletlar qoldi. Keyingi masala, narxlarda qimmatroq bo'lishiga ko'pincha bo'lishi mumkin. Deylik, bitta yo'nalish bo'yicha yo'lovchi oqimi bir tomonga asosan ketish bo'ladi, qaytishga kamroq bo'lib qoladi. Sezon, misol uchun deylik, ko'pchilik bizga Rossiyaga ishlagan ketadi. Asosan bahor paytida juda ko'p odam Rossiyaga faqat ketish bo'ladi. Asosan samolyotda 95% odam to'la bo'ladi, ketishga bo'ladi, qaytishga juda ham kam bo'ladi. O'z-o'zidan aviakompaniya umumiy moliyaviy faoliyati borib kelishdagi narxlarda narx siyosatini shundan kelib chiqadi. Talab yuqori tomonga narxni qimmatroq beradi, talab pastroq payt tomonga ozroq beradi. Shu ikkalasini bir-biriga nima deydi, umumiy xarajatlarini, bitta samolyotda borib kelish xarajatlarini bo'lib yuboradi, shundan kelib chiqib narx belgilaydi. Shuning uchun bu narsalar ham ta'sir qiladi sezon joylariga. Turkiya, misol uchun deylik, yozda ko'pchilik dam olgani boradi, o'z-o'zidan narxlar borib kelishga qimmatlashib ketib qoladi. Yoki siz deylik, O'zbekistondan Turkiya orqali boshqa davlatga uchib ketadigan bo'lsangiz, yoz paytida to'g'ri kelib qolsangiz, narxlar keskin oshib ketib qoladi. Yoki siz Dubay orqali qaysi davlatga uchadigan bo'lsangiz, o'sha Dubayda asosan dekabrdan boshlab bahorgacha
sezon bo'ladi, dam olish vaqtlari bo'ladi, mavsum bo'ladi. Bunda ham narxlar keskin oshib ketib qolishi mumkin. Shu narsalar asosan ta'sir qiladi. Lekin qancha yangi yo'nalishlarda raqobat ko'paygan sari narxlar o'z-o'zidan tushib boraveradi. Aviakompaniyalarga ham aeroportlar tomonidan masalan chegirmalar berish mumkin. Yoki masalan yaqinda O'zbekistondagi barcha aviakompaniyalarda ichki reyslarda amalga oshiradigan bo'lsa, oldin faqat havo yo'llariga edi. 25% ni davlat qoplab beradi aviakompaniyaga. Bu o'z-o'zidan aviakompaniya O'zbekistondagi mahalliy reyslar narxini tushirishiga imkon beradi. Keyingi narxlarga ta'sir qiladigan narsa ichki reyslarni rivojlantirish uchun aeroportlar ham chegirmalar menimcha berdi aviakompaniyalarga ichki reyslar uchun. Bu narsa ham o'z-o'zidan narxlar tushishiga ta'sir qiladi. Qaranglar, savol so'ralyapti. Transport universitetini bitirgan talabalar to'g'ridan to'g'ri ishga olinadi degan savol bo'lyapti. Hozir efirni to'xtatamiz. So'ng efirni to'xtatamiz, nima qilasa tayyorgarlik ko'ramiz. Qaranglar, oxirgi savol bo'yicha aviatsiya universitetini bitirganlar to'g'ri ishga olinadimi? Yo'q, albatta, menimcha bunaqa bo'lmaydi. Sababi aeroportga mutaxassis kerak. Aeroportda ham ish joylari cheklangan. Agar transport universitetini bitirib, ingliz tili, o'sha rus tili hamma talablarga javob beradigan bo'lsa, aeroport ishga oladi. Qanaqadir ustunliklarga ega bo'lishi mumkin aeroportda aviatsiyada o'qiganlar. Lekin bu narsa aeroportda aviatsiya sohasida o'qiganlarni ishga olishga majburiyatini olmaydi. Chunki har xil mutaxassis bitirishi mumkin, hamma har xil bitirishi mumkin. Uni olib kelib olib, aviatsiya rivojlanmaydi soha. O'z-o'zidan baribir yaxshi mutaxassislar ishga oladi. Bu majburiyatni olmaydi. Menimcha bunaqa nima yo'q. Talab yo'q. Lekin keyinchalik rivojlanishga ustunlik beradi. Efirimiz vaqtimiz to'xtatamiz. Kuzatib boringlar. Keyingi efirlarimizni reglament bo'yicha olib boramiz. Aynan bitta mavzular bo'yicha olib boramiz. Imkon qadar mavzularni oldindan e'lon qilib qo'yamiz. Telegram ijtimoiy tarmoqlarimizda, Instagram, YouTube'larimizda kuzatib boringlar. Izohlarni yozinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarni qo'llab-quvvatlash juda ham muhim biz uchun. Sizlarga keyinchalik ma'lumotlar berib borishimiz uchun. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Salomat bo'linglar.